Bugun men pensiya olayotgan har bir inson bilishi shart bo'lgan juda muhim mavzuni tushuntiraman. Qaysi harakatlar pensionerlar uchun taqiqlanadi? Qaysi holatda pensiya to'xtatilishi? Ortiqcha to'langan pul qaytarib olinishi yoki hatto javobgarlik kelib chiqishi mumkin. Bu ma'lumot faqat 1-2 kishiga emas, barcha pensionerlarga, ularning farzandlariga, vasiylariga va pensiya kartasidan foydalanayotgan yaqinlariga tegishli. Hozir videoni oxirigacha ko'rmasangiz, juda oddiy xato tufayli bir necha million so'm qarzdor bo'lib qolish xavfi bor. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bu yerda sizga quruq gap emas, amalda kerak bo'ladigan aniq yo'l yo'riqlarni aytaman. Avval ko'p ishlar qog'oz orqali yuritilar edi. Pensioner biror ma'lumotni vaqtida aytmasa, masalan, ishga kirganini, chet elga uzoq muddatga ketganini, o'quvchisini yo'qotganlik, pensiyasi olayotgan farzand o'qishni tashlaganini yoki nogironlik guruhi o'zgarganini bildirmasa, buni aniqlash uchun ancha vaqt ketardi. Ba'zan bir necha oy, hatto bir yil o'tib ketar. Keyin tekshiruv paytida ortiqcha to'lov aniqlanardi. Hozir esa vaziyat boshqacha. Pensiya tizimi ko'plab elektron bazalar bilan bog'lanmoqda. Fuqarolik holati, ishga joylashish, bank kartalari, chet elga chiqish-kirish, soliq to'lovlari, ta'lim muassasalari, nogironlik ma'lumotlari va boshqa ko'plab ma'lumotlar bosqichma-bosqich solishtiriladi. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, men aytmasam hech kim bilmaydi degan davr tugayapti. Bugun biror o'zgarishni yashirib, pensiya olishni davom ettirgan odam ertaga elektron tekshiruvda aniqlanishi mumkin. Men eng ko'p uchratadigan xato shuki, odamlar pensiyani o'zining shaxsiy mulki deb tushunadi va davlat berdi. Endi xohlaganimcha olaman deb o'ylaydi. Aslida pensiya qonunida ko'rsatilgan shartlar asosida beriladi. Shartlar saqlansa, pensiya to'lanadi. Shartlar o'zgarsa, pensioner bu haqda tegishli tashkilotga xabar berishi kerak. Xabar bermasa, ortiqcha olingan pul qaytariladi. Bu yerda bilmagan edim degan gap har doim ham yordam bermaydi. Birinchi va eng muhim taqiq. O'zingizga tegishli bo'lmagan pensiyani olish mumkin emas. Bu ayniqsa vafot etgan pensionerning kartasi bilan bog'liq holatlarda ko'p uchraydi. Masalan, ota yoki ona vafot etadi, lekin farzandlar kartani olib, baribir pul tushyapti-ku deb yana 2-3 oy yechib ishlatadi. Bu juda xavfli. Chunki vafot etgan kundan keyin asossiz to'langan summa aniqlanadi va u qaytarib olinadi. Agar pul bila turib yechilgan bo'lsa, ish yanada og'irlashishi mumkin. Oddiy misol, pensioner oyiga 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. U mart oyida vafot etdi, lekin aprel, may va iyun oylarida kartadan jami 3 million 600 ming so'm yechildi. Keyin tizimda vafot holati ko'rinadi. Bu pul kim tomonidan ishlatilgani tekshiriladi. Farzandi men janoza xarajatlariga ishlatdim desa ham, bu avtomatik ravishda oqlov bo'lmaydi. Janoza uchun alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Ammo vafot etgan shaxs nomiga tushgan pensiyani kartadan yechib olish to'g'ri yo'l emas. To'g'ri yo'l darhol pensiya bo'limiga yoki tegishli ijtimoiy himoya organiga xabar berish. Ikkinchi taqiq. Yolg'on ma'lumot berib pensiya miqdorini oshish mumkin emas. Ba'zi odamlar ish staji bo'yicha noto'g'ri ma'lumot taqdim etadi. Maosh haqida soxta ma'lumotni olib keladi. Boshqa joyda ishlagan qo'shib yozdirishga harakat qiladi. Hozir bunday ma'lumotlar, arxivlar, soliq bazalari va tashkilotlarning hisoblari bilan solishtiriladi. Agar 10 yil oldin berilgan hujjat soxta bo'lib chiqsa ham, oqibati bugun kelishi mumkin. Masalan, bir kishi pensiyaga chiqayotganda qo'shimcha 5 yil ish staji ko'rsatdi. Shu sababli pensiyasi oyiga 30 ming so'm ko'proq hisoblandi. Agar bu holat 30 yil davom etsa, 300 ming so'mdan 36 oyda 1 million 800 ming so'm ortiqcha to'lov chiqadi. Keyin bu summa qaytarilishi talab qilinadi. Odam men hujjatni o'zim qilmaganman, kadrlar bo'limi bergan deyishi mumkin. Lekin natijada masala baribir tekshiriladi. Shuning uchun har bir hujjatni topshirishdan oldin tekshirib oling. Uchinchi taqiq. Pensiya kartasini nazoratsiz ravishda boshqa odamga berib qo'yish. Men bu yerda farzandingiz oziq-ovqat olib kelish uchun kartadan foydalansin, umuman mumkin emas demayapman. Lekin karta, PIN kod, mobil ilova, SMS kodlar boshqa odam qo'lida bo'lsa, barcha xavf sizning nomingizda qoladi. Pul yo'qolsa, kredit rasmiylashtirilsa, shubhali o'tkazmalar qilinsa, bank birinchi navbatda karta egasiga qaraydi. Hayotiy misol, bu nevarasiga kartasini berib qo'ygan. Nevara internet orqali xarid qiladi. Keyin qarzga pul o'tkazadi. Ayrim pullarni boshqa kartalarga jo'natadi.
Bu esa faqat oy oxirida pensiya qolmaganini biladi. Bankka borsa, operatsiyalar PIN kod va SMS tasdiq orqali amalga oshirilgan deyiladi. Shuning uchun men pensiyalarga doim aytaman. Kartangizni butunlay birovga topshirib qo'ymang. SMS kodni hech kimga aytmang. Mobil bank ilovasini o'zingiz nazorat qiling. 4-taqiq. Pensiya olish huquqiga ta'sir qiladigan o'zgarishlarni yashirish. Bu hamma pensiyaga bir xil ta'sir qilmaydi, lekin juda muhim. Masalan, yoshga doir pensiya olayotgan odam ishlasa, ba'zi holatlarda bu pensiyani to'xtatmaydi. Ammo ayrim turdagi nafaqa va qo'shimcha to'lovlarda ishga kirish, daromad paydo bo'lishi yoki oilaviy holat o'zgarishi ahamiyatli bo'lishi mumkin. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, nogironlik pensiyasi, parvarish bilan bog'liq to'lovlar, kompensatsiyalar, kam ta'minlanganlik mezonlari bo'yicha beriladigan yordamlar alohida tekshiriladi. Masalan, talaba boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsa, u kunduzgi ta'limda o'qiyotgani muhim bo'lishi mumkin. Agar u o'qishni tashlasa yoki sirtqi ta'limga o'tsa, buni yashirib pul olishda davom etsa, keyin ortiqcha to'lov hisoblanadi. 8 oy davomida oyga 900 ming so'm olgan bo'lsa, 7 million 200 ming so'm qaytarish talabi chiqishi mumkin. 5-taqiq, nogironlik holati bo'yicha noto'g'ri yoki eskirgan ma'lumot bilan to'lov olish. Nogironlik guruhi belgilangan muddatga berilgan bo'lsa, qayta ko'rikdan o'tish sanasini unutmaslik kerak. Ayrimlar oldin berilgan-ku davom etaveradi deb o'ylaydi. Yo'q, agar hujjatda muddat ko'rsatilgan bo'lsa, muddat tugagach holat qayta tasdiqlanishi kerak. Tasdiqlanmasa, to'lov to'xtashi yoki qayta hisoblanishi mumkin. 6-taqiq, chet elga uzoq muddatga ketib pensiya bilan bog'liq majburiyatlarni unutish. Men bu yerda pensioner chet elga chiqishi mumkin emas demayman. Albatta, odam davolanishga, farzandlarininkiga, ziyoratga yoki sayohatga borishi mumkin. Lekin doimiy yashash joyi o'zgarsa, uzoq muddat boshqa davlatda qolsa, bank kartasi orqali boshqa odam pulni yechib tursa, bu holat tekshiruvga sabab bo'lishi mumkin. Ayrim to'lovlar uchun shaxsning yashash joyi va holati muhim. Shuning uchun chet elga uzoq muddatga chiqayotgan pensioner tegishli organlardan oldindan ma'lumot olishi kerak. Endi eng asosiy savol: kimlar haqiqatan xavotir olish kerak? Birinchi navbatda hujjatlarda noaniqlik bor odamlar. Masalan, ish staji daftarchasida muhr o'qilmaydi. Maosh ma'lumotnomasi shubhali arxivdan tasdiq yo'q. Familiya o'zgargan, lekin nikoh yoki ajrim hujjati topshirilmagan. Bunday holatda bugun borib aniqlashtirish yaxshi, ertaga tekshiruv kelganda izoh berishdan ko'ra. Ikkinchi guruh pensiya kartasini o'zi ishlatmaydiganlar. Agar kartangiz farzandingizda, keliningizda, qo'shningizda yoki boshqa qarindoshingizda bo'lsa, siz har oy qancha pul tushayotganini, qancha yechilayotganini, nima uchun o'tkazma bo'layotganini bilishingiz shart. Men keksa odamman, tushunmayman degan gap xavfni kamaytirmaydi. Aksincha, firibgarlar aynan shunday ishonuvchan odamlarni nishonga oladi. 3-guruh turli qo'shimcha to'lov, nafaqa yoki kompensatsiya olayotganlar. Yoshga doir pensiya bitta narsa, lekin unga qo'shimcha ravishda parvarish puli, moddiy yordam, nogironlik bilan bog'liq to'lov, boquvchisini yo'qotganlik puli yoki boshqa ijtimoiy yordam bo'lsa, har birining sharti alohida bo'lishi mumkin. Bitta shart o'zgarsa ham to'lov miqdori o'zgaradi. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz pensiyangizni qonuniy olsangiz, barcha hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, o'zgarishlarni vaqtida xabar qilsangiz, kartangizni nazorat qilsangiz, hech kim sizni asossiz qo'rqitmasligi kerak. Davlat pensiyasi odamning qonuniy huquqi. Men bu videoda odamlarni qo'rqitish uchun emas, aksincha, o'z huquqini himoya qilish uchun nimalarni bilish kerakligini tushuntiryapman. Birinchi nozik jihat, pensiya tushdi, demak olish mumkin degan fikr noto'g'ri. Ba'zan tizim ma'lumotni kech oladi, pul esa avtomatik tushadi. Lekin keyinchalik u asossiz to'langan deb topilishi mumkin. Masalan, nogironlik muddati iyunda tugadi, lekin iyun yoki iyul uchun pul tushib qoldi. Bu pulni ishlatishdan oldin albatta aniqlashtirish kerak. O'zi tushdi-ku degan bahona har doim ham qabul qilinmaydi. Ikkinchi nozik jihat ishonchnoma masalasi. Agar pensioner o'zi bankka bora olmasa, boshqa odam uning nomidan ish yuritishi mumkin. Lekin bu qonuniy ishonchnoma asosida bo'lishi kerak. Og'zaki kelishuv, bu mening o'g'lim yoki bu mening qizim degan holat yetarli bo'lmasligi mumkin. Ayniqsa katta summa yechilsa, bankda savollar tug'iladi. Ishonchnoma bo'lsa ham u amal qilish muddatiga ega. Muddat tugagan bo'lsa, undan foydalanish mumkin emas.
Uchinchi nozik jihat, pensionerning vafotidan keyingi xarajatlar. Ko'pchilik yaqinini yo'qotganda shoshiladi. Hujjatlarni tartibga solishga ulgurmaydi. Lekin aynan shu davrda eng ko'p xatolar qilinadi. Karta orqali pul yechish o'rniga avvalo o'lim guvohnomasini olish, tegishli organlarga xabar berish. Agar dafn puli yoki boshqa qonuniy to'lovlar bo'lsa, belgilangan tartibda murojaat qilish kerak. Bu ham huquqiy, ham moliyaviy xavfsizlik uchun muhim. 4-chi nozik jihat, bank kartasiga tushgan pensiyani qarz uchun ushlab qolish masalasi. Ba'zi pensionerlar kartasiga pul tushishi bilan bank kreditini ushlab qolganini ko'radi. Bu alohida mavzu, lekin men ogohlantiraman. Kredit, kafillik, onlayn qarz, mikroqarz olishda juda ehtiyot bo'ling. Pensiya kartasi sizning asosiy yashash manbangiz bo'lsa, har qanday avtomatik yechim sizni qiyin ahvolga solishi mumkin. Hech qachon farzandingiz yoki tanishingiz uchun nimani imzolayotganingizni tushunmasdan kafil bo'lmang. 5-chi nozik jihat. Mening nomimga rasmiylashtirib qo'ying degan iltimoslar. Ayrimlar pensioner qarindoshining nomiga telefon raqam, bank karta, kredit, hatto biznesdagi hisob kitoblarni rasmiylashtirmoqchi bo'ladi. Bu juda xavfli. Chunki ertaga soliq, qarz, sud yoki bank masalasi chiqsa, hujjatda kimning nomi turgan bo'lsa, javobgarlik o'sha odamga keladi. Pensionerlar ko'pincha bolamning ishi yurishsin deb rozilik beradi, keyin o'zi muammoga tushadi. 6-chi nozik jihat, firibgar telefon qo'ng'iroqlari. Hozir pensiyangiz oshiriladi, kompensatsiya chiqdi, kartangiz bloklanadi, SMS kodini ayting, pasport ma'lumotini yuboring degan qo'ng'iroqlar ko'paygan. Men qat'iy aytaman, hech qaysi rasmiy organ sizdan telefon orqali karta pin kodi, SMS kod yoki mobil ilova parolini so'ramaydi. Bunday ma'lumotni aytganingiz zahoti kartadagi pul ketishi mumkin. Bu ham barcha pensionerlar uchun amalda taqiqlanishi kerak bo'lgan odat, notanish odamga bank ma'lumotini aytish. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga soling. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar, nikoh yoki ajrim hujjatlari, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjat, nogironlik bo'yicha tibbiy mehnat ekspertiza ma'lumotlari, bank karta rekvizitlari, bularning hammasi bir joyda, tartibli papkada tursin. Ikkinchi qadam, pensiya miqdoringizni tekshiring. Har oy qancha tushyapti? Qaysi sanada tushyapti? Qo'shimcha to'lov bormi? Ushlab qolish bormi? Yozib boring. Oddiy daftar tuting. Masalan, yanvar 1.000.000 so'm tushdi. 200.000 so'm kommunal to'lov, 300.000 so'm dori, 500.000 so'm naqd yechildi deb yozing. Bu oddiy ko'rinsa ham bahsli holatda sizga yordam beradi. 3-chi qadam, har qanday o'zgarishni kechiktirmay xabar qiling. Ishga kirdingizmi? O'qish holati o'zgardimi? Nogironlik muddati tugayaptimi? Doimiy yashash manzilingiz o'zgardimi? Chet elga uzoq muddatga chiqyapsizmi? Qo'shimcha to'lov olish shartlariga ta'sir qiladigan holat bormi? Pensiya bo'limi yoki tegishli ijtimoiy himoya organiga murojaat qiling. Og'zaki aytib qo'ymang. Imkon bo'lsa, yozma ariza qoldiring yoki murojaat ro'yxatdan o'tganini tasdiqlovchi ma'lumot oling. 4-chi qadam, bank xavfsizligini kuchaytiring. Kartangizning pin kodini hech kimga aytmang. SMS kodini hech kimga o'qib bermang. Mobil bankingizni begona telefonlarga o'rnatmang. Agar telefoningiz yo'qolsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilib kartani bloklang. Agar kartangiz boshqa odamda bo'lsa, uni qaytarib oling va zarur bo'lsa yangi karta oching. Pensiya kartangizni hamma ishlatadigan kartaga aylantirmang. 5-chi qadam, shubhali to'lov tushsa, darhol aniqlashtiring. Masalan, odatda 1.300.000 so'm olar edingiz. Bu oy 2.600.000 so'm tushdi. Darhol xursand bo'lib hammasini ishlatib yubormang. Balki qayta hisob kitobdir, balki qonuniy qo'shimchadir, lekin balki texnik xato ham bo'lishi mumkin. Bankdan va pensiya bo'limidan so'rang. Agar qonuniy bo'lsa, bemalol foydalanasiz. Agar xato bo'lsa, keyinchalik qarzdor bo'lib qolmaysiz. 6-chi qadam, agar ortiqcha to'lov bo'yicha talabnoma kelsa, vahimaga tushmang, lekin e'tiborsiz ham qoldirmang. Talabnomani o'qing, qaysi davr uchun, qancha summa, nima sababdan deyilganini tushuning. Agar rozi bo'lmasangiz, yozma e'tiroz bering. Hujjatlaringizni ilova qiling. Zarur bo'lsa, yuristdan maslahat oling. Ba'zan hisob kitobda xato bo'lishi mumkin. Lekin umuman javob bermaslik yomon oqibatga olib keladi. 7-chi qadam, farzandlaringiz bilan ochiq gaplashing. Mening kartamdan faqat mening ruxsatim bilan foydalaniladi.
SMS kod hech kimga aytilmaydi. Mening nomimga kredit olinmaydi. Men vafot etsam, kartadan pul yechmaysizlar, avval qonuniy tartibni bajarasizlar deb oldindan tushuntiring. Bu gaplar yoqimsiz tuyulishi mumkin, lekin keyinchalik oilani katta muammodan saqlaydi. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, pensionerlar uchun eng katta taqiq qonuniy asos bo'lmagan pulni olish, o'zgarishlarni yashirish, kartani nazoratsiz berish, soxta hujjat ishlatish va bank ma'lumotlarini begonalarga aytishdir. Pensiya sizning haqqingiz, lekin bu haqni himoya qilish uchun hujjat, tartib va ehtiyotkorlik kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq hujjatlaringizni tekshiring, kartangiz kimning qo'lida ekanini aniqlang, pensiyangiz miqdorini yozib boring va shubhali holat bo'lsa, tegishli tashkilotga murojaat qiling. Agar sizda shunday vaziyat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Pensiya kartasi, ortiqcha to'lov, hujjat yoki bank bilan bog'liq muammoga duch kelganmisiz? Fikringiz boshqalarga ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir pensioner oilasiga kerak.